narsani bilmayman men desiz, bismillohni bilasizmi? Shu o'rgan kuningizga qadar bismillahirrohmanirrohim deb yikilib turavering, namoz o'qing, ruku sajda qilavering. Namoz bo'laveradi. Haligi narsani bilmayman deb o'qmasdan o'tkazib qarzdor bo'lganingizdan ko'ra, bilganingizni o'qib turib Xudoga shukr qilib bandaligingizni bajarib oling. Sizmi? Hech narsani bilmaysiz. Umuman tushunmaysiz. Tahoratni bilasizmi? Bismillahirrohmanirrohim deb bilasizmi? Yoki la ilaha illalloh deb bilasizmi? Shu o'rgan kuningizga doir oyatlarni, suralarni, zam suralarini, tasbihlarni, tashahhudlarni, sanolarni, salovatlarni o'qigunizga doir Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim deb ruku sajdaga boravering, namoz bo'laveradi. Tushunyapsizlarmi? O'rganganimdan keyin o'qiyman desanglar, ulgimay qolsanglar, iylarda islom to'niyu ichki